Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndikdə xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Xitoy Tinchun to'rining 1-maydagi xabarda bildirilishicha, Amerika Əmgək Ministerligining amaldori Tiyali xonim 30 aprel seshanba kuni Amerika parlamenti Xitoy ijroiya komitetiga bildirishicha, Amerika hukumati Xitoy doiralarining Sharq Turkiston rayonidagi Uyg'ur va boshqa musulmon osonliq millatlarga qaratgan etnik qirg'inchilik va insoniy jinoyatlarni davomli sodir qilayotganligi. Bu sababdan kishilik huquq tashkilotlari u rayondagi shirkatlarga besim ishlatib, mustaqil bir shaklda tekshirish berishni va majburiy emgak masalasini ham bu rayondagi shirkatlarning harakatini nazorat qilishni aytgan edi. Aksicha xalqaro shirkatlarning Sharq Turkistonda emgak huquqiga uygun bir shaklda mas'uliyatchanlik bilan tijorat qilolmaydiganligi. Xalqaro tekshirish komitetining bu rayonda Xitoy hukumatining nazoratisiz mustaqil hech qanday bir tekshirish olib borolmaydiganligini. Agar davlat alqagan shirkatlar bu joyda mustaqil tekshirish olib bormasa, birdan bir mas'uliyati bu rayonda tijorat qilmaslik ekanligini bayon qilgan. Xitoyning Amerikadagi elchixonasi Amerika parlamentining tor betida e'lon qilingan Tiyalining so'ziga javoban atalmish majburiy emgak masalasi Amerikaning chet el shirkatlarini xohlagancha bostirish uchun o'ydirib chiqargan yolg'onchilikdir degan. Xitoy xabar to'rining 4-ayning 29-kundagi xabarda ko'rsatilishicha, O'zbekiston Millatlar va Diniy ishlar komitetining mudiri va vakillari umidga 4-ayning 23-kundan 27-kunigacha 5 kun Sharq Turkistonning Urumchi, Qashqar, G'ulja va boshqa joylarni ziyorat qilgan. O'zbekiston Diniy ishlar komitetining mudiri ziyorat jarayonida yaqin yillardan buyon O'zbekiston Shinjong bilan iqtisod, savdo, sayohat va boshqa sohalardagi almashtirish va hamkorlikni taraqqiy qildirishga harakat qilib keldi. Biz Shinjongdagi haqiqiy ahvolni ko'rdik. Bu yerda kishilar baxtlik va xotirjam turmush kechirmoqda. Bu Jungoning Shinjongdagi terrorlik va ashqonlikqa qarshi turish ko'rishining natijasi. Biz bundan keyin ikki tarafning nurg'un sohalarda davomli hamkorlashishini va o'zaro manfaat yetkazishini umid qilamiz deganlarni bildirgan. Ziyorat umki Qashqar shahridagi Itqa masjidini, Urumchi shahridagi Aq masjidini, atalmish Shinjong islom instituti va boshqa joylarni ziyorat qilgan. Ular bu joylarni ziyorat qilgandan keyin Xitoyning atalmish Shinjongdagi diniy sorunlarning muhitini yaxshilash va dinga e'tiqod qilganlarning kundalik ehtiyojiga kafolatlik qilish uchun qo'llangan turli tadbirlarga minnatdorligini bildirishib, Xitoyning Sharq Turkistondagi atalmish taraqqiyot va muvaffaqiyatlarini maqtab, bu rayondagi millatlarning ittifoqligini, jamiyatning muqimligini, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin G'arb davlatlarining tarqatgan so'zlarining yolg'on va tuhmat ekanligini haqiqiy his qilganligini bildirishgan. Xitoy Tangirtog' to'rining 1-maydagi xabarda Urumchi shaharlik madaniyat sayohat idorasi va Urumchi shaharlik hukumat birlashib 4-ayning 30-kuni Urumchi shahrida paraddan o'tish faoliyati o'tkazgan. Xalqarodagi davlatlar 1-may emgakchilar bayramini tabriklash oldida turayotgan bir paytda Xitoy yana o'zining jinoyati va abdi bashirisini yepish uchun Sharq Turkistonning markazi bo'lgan Urumchi shahrida butun xalqni safarbar qilib, ko'chalarda usul o'ynatib va boshqa faoliyatlarni o'rinlashtirib, atalmish parad, ya'ni ko'chalarda yurish faoliyatini o'tkazgan. Xitoyning deyishicha, bu faoliyat emgakchilar bayrami va madaniyat ko'rgazmasi faoliyatining faqat bir qismi ekan. Xitoy yillardan beri Sharq Turkistondagi xalq ommasini jazo lagerlarida tutib turib va majburiy emgakka selib, vosita tanlamasdan o'zining iqtisodiy qimmatini oshirish va razil maqsadlarini amalga oshirish uchun harakat qilib keldi. Xalqarodagi davlatlar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizgan qilmish va jinoyatlarni dalillab, buningga qarshi qonun nizomlarini chiqargan edi. Afsus, Xitoy buningga parvo qilmasdan yana o'zining xolig'ini qilib, xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urinmoqda. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.